Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünüzdən qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzda sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Xitay-Pakistan sənət görgəzməsi Ürümçidə ötküzüldü. Xitay Şərq Türkistanda Xitay-Pakistan sənət almashtırış görgəzməsi ötküzgən olub, asaslıq tema İslam mədəniyyəti və sənətiga emas, bəlkə Budda dini heykəltiraşçılığına mərkəzləşdirilgan. Mazkur ko'rgazmani Xitoy San'at fondi bilan Tsinghua Universiteti Güzel San'at instituti tashkillagan bo'lib, atalmish o'rtaq yo'g'rilish nuri Xitoy-Pakistan san'at almashtirish ko'rgazmasi temasi bilan Urumchidagi Güzel San'at sarayida o'tkazilgan. Ko'rgazmaning Pokiston bilan hamkorlashib o'tkazilishi va Sharq Turkistonga o'rinlashtirilishiga qaramay, bosh tema islom madaniyati, tarixi va san'ati bo'lmasdan, balki Budda madaniyatiga aloqador rasm, haykal, qurilmalik san'at qatorliqlari ko'rgazmaga qo'yilgan. Xabarda bu asarlarning tarixdagi Xitoy bilan chet elning madaniyligini tutashtirganligi, Budda san'atining amaliyotda qadimgi davrdagi Sharq bilan G'arbning madaniyat almashtirishining guvohchisi ekanligi da'vo qilingan. Ko'rgazma zaliga tizilgan butlarning ko'paytirilgan nusxasi 3 o'lchamlik tasvir ko'chirish va besish texnikasi qo'llanilib yasalgan bo'lib, buning Pokiston Budda san'atining klassik haykaltirashligini aks ettirganligi, ko'rgazma buyumlarining Xitoy-Pokiston hamkorligidagi Budda san'atini raqamlashtirib qo'g'dash turidan kelganligi qayd qilingan. Xitoy yaqinqi yillar mobaynida Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatiga mos holda Uyg'urlarning tarixini, madaniyatini, san'atini burmalashga, Xitoylarga majburiy bog'lashga urinmoqda va bu qitimqi ko'rgazmaga o'xshash turli vositalar bilan bu haqdagi safsatalarini xalqaroga tarqatishga, e'tirof qildirishga tirishmoqda. Mustafa Dastiji Sharq Turkistonda zulm oxirlashmoqcha import to'xtatilishi kerak dedi. Türkiye Büyük Birlik Partiyasi raisi Mustafa Dastiji Sharq Turkiston haqida to'xtalib, toki zulm oxirlashganga qadar Xitoydan import qilishni to'xtatish kerakligi haqida chaqiriq qildi. Türkiye Büyük Birlik Partiyasining raisi Mustafa Dastiji 9 aprel o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Xitoy bilan Turkiyaning savdo tengpungsizligi haqida to'xtalib, Türkiye'nin Xitoydan 44 milyard dollarlik tovar import qiladiganligini, ammo Xitoyga faqat 3,5 milyard dollarlik tovar eksport qiladiganligini, qizil raqamning dal bu zo'r tengpungsizlikdan kelib chiqadiganligini bayon qildi. Mustafa Dastiji Xitoydan import qilinayotgan mahsulotlarni amaliyotda Turkiyaning ishlab chiqara oladiganligini yoki boshqa davlatlardan import qila oladiganligini qayd qilib, Sharq Turkistondagi zulm oxirlashmoqcha aloqador importni to'xtatish kerakligini, barliq Xitoy mollariga kam deganda 100% qo'shimcha tamojni beji qo'yish kerakligini ta'kidladi. Mustafa Dastiji ilgirmi Sharq Turkiston uchun, Uyg'urlar uchun ko'p qatim ovoz chiqargan bo'lib, Xitoy Sharq Turkistonda ishg'ol, zulm, qatliam va irqiy qirg'inchilikni davomlashtirayotgan bir vaziyatda bularni to'xtatish uchun zarur bo'lsa urushma qilamiz degan iboralarni keskin o'tirg'a qo'ygan edi. Yine söylüyoruz. Başta Doğu Türkistan'a yaptığı zulüm için ve daha sonra da dış ticaret açığımızı kapatmak için ivedilikle Çin'den olan ithalatımızı durduralım. Xitoy Yevropada Sharq Turkiston haqida saxt tashviqot harakati boshladi. Xitoy bu yilmi chet ellarda atalmish Xinjiang yaxshi joy temasidagi saxt tashviqot harakatini davomlashtirayotgan bo'lib, bu hafta Fransiya va Vengriyada tashviqot faoliyati tashkillagan. Xitoy xabar to'rining aloqador xabarida bildirilishicha, 2025-yillik atalmish Xinjiang yaxshi joy temasidagi tashviqot faoliyati 11 aprel Fransiya poytaxti Parijdagi Xitoy madaniyat markazida o'tkazilgan. Mazkur faoliyatni Xitoy madaniyat va sayohat ministrligi, atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik madaniyat sayohat nazorati va Parijdagi Xitoy madaniyat markazi birlikda uyushtirgan. Faoliyatda Sharq Turkistonning madaniyat va sayohat boyligini tashviq qilish temasida san'at numurlari, rasm ko'rgazmasi, kiyim-kechak va madaniyat meroslari ko'rgazmasi o'rinlashtirilgan bo'lib, Sharq Turkistonga aloqador tashviqot filmi qo'yilgan. Xitoy faoliyatda burunqidagi Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlab, xalqning bayoshat erkin yashayotganligini da'vo qilgan. Xitoy tashviqot vositalari yana Xitoy o'maki bilan birga borgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz usulchilarning Parijdagi danglik Eiffel temir munorini orqa ko'rinish qilib usul o'ynayotgan ko'rinishini tarqatgan.
Xitoy bir necha yildan buyon Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirish uchun Beijing va Urumchida Sharq Turkiston to'g'riliq axborot e'lon qilish yig'inlarini ochib, soxta isbot va oldin o'rinlashtirilgan guvohchilar bilan barliq jinoyatlarni inkor qilib keldi. Shuning bilan birga Osiyo, Yevropa, Amerika va Afrikadagi nurg'unlagan davlatlarda atalmish Xinjiang yaxshi joy temasidagi planliq soxta tashviqot harakati tashkillash orqali chet el siyosiy yo'llarining va xalqining ko'zini bo'yashga urinib kelmoqda. Xitoy konini yangiga almashtirish nomida iqtisodiy kasodchilikni hal qilmoqda. Xitoy kunsiri ojizlashayotgan iqtisodiy krizisini hal qilish va ehtiyojdan ortiq ishlab chiqarish sababli setilmay qolgan Xitoy mollarini majburiy tarqitish uchun konini yangiga almashtirish faoliyatini alohida tashviq qilayotgan bo'lib, Sharq Turkistonda texnik keng ko'lamli ijro qilingan. Atalmish Xinjiang radio televiziya stansiyasining xabarida bildirilishicha, 6 aprelga qadar Sharq Turkistonda to'r supisining konini yangiga almashtirish tashviqoti natijasida oila elektr saymanlari va raqamli mahsulotlar iste'moli 180 million yuanga yetgan. Xitoy bu harakatini keng ko'lamli ijro qilish uchun Sharq Turkistonda oila elektr saymanlarining konisini yangiga almashtiradigan to'r setish kanali ochgan. Xitoyning har qaysi to'r savdosi to'rbatlaridan setib oluvchilarga to'liqlama puli berilgan. Xitoyning mahsulotlarni qasddan ehtiyojdan ortiq ishlab chiqarish qilmishi ko'plagan davlatlarning noroziligini qo'zg'ab kelgan bo'lib, Xitoyning adil bo'lmagan raqobat orqali boshqa davlatlarning bozori va shirkatlarini qalaymaqon qilganligi tanqid qilinib kelgan va buningga qarshi bir qism tadbirlar yo'lga qo'yilgan. Xitoy turli besim va jazolar sababli duch kelgan krizislarini konisini yangisiga almashtirish degandek siyosatlari bilan hal qilishga urinib kelmoqda. Xususan, irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan Sharq Turkistonda bu xil siyosatlarning xalqqa majburiy ijro qilinadiganligi hammaga ma'lum bir ahvol bo'lib kelmoqda. Antaliya diplomatiya munbiri boshlandi. Parchalangan bir dunyoda diplomatiyani qayta jonlantirish temasidagi 2025-yillik Antaliya diplomatiya munbiri boshlandi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan va Turkiya Tashqi ishlar ministrligining sohibxonligida 11 apreldan 13 aprelgacha o'tkazilgan 4-navbatlik Antaliya diplomatiya munbiri Turkiyaning dangliq sayohat shahri Antaliyada boshlandi. Mazkur munbar zo'r geopolitik o'zgarishlar yuz berayotgan bir mezgilda xalqaro masalalarga hal qilish chorasi izlash uchun dunyo rahbarlari, diplomatlar, tadbir belgilovchilar, mutaxassislar va akademiklarni bir yerga jam qilgan. Faoliyat 11 aprel Prezident Recep Tayyip Erdoğan va Tashqi ishlar ministri Hakan Fidanning ichilish nutqlari bilan boshlandi. 3 kun davomlashadigan bu munbar yig'ini parchalangan bir dunyoda diplomatiyani qayta jonlantirish temasini markaz qilgan bo'lib, rayonlik va yer shariy masalalarga taqobil turish uchun diplomatiyaning qanday qayta lohiyalanishi kerakligini muzokara qilishni maqsad qiladi ekan. 4-navbatlik Antaliya diplomatiya munbiri yig'iniga 20 dan ortiq davlat va hukumat boshlig'i, 50 tashqi ishlar ministrini o'z ichiga olgan 70 dan ortiq ministr, xalqaro tashkilotlardan 60 ga yaqin yuqori darajali vakil va 140 ga yaqin davlatning 450 vakilini o'z ichiga olgan 4000 dan ortiq kishi qatnashdi ekan. Munbarda O'rta Sharqdan Osiyo Tinch okeanigacha, Afrikadan Latin Amerikasigacha bo'lgan nurg'un rayonga doir masalalar hamda klimat o'zgarishi, terrorlikqa qarshi turish, insonparvarlik yordami, raqamlashish, yemaklik bexatarligi va sun'iy aql qatorliq yer shariy masalalar muzokara qilinadigan 50 dan ortiq yig'in o'rinlashtirildi ekan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. İnşallah erteki programımızı görüşkice aman boğaçlar. Assalamu alaikum.